Xitoy doiralari bu yil Ramzan haqida hech qanday eg'iz ochmaslik orqali Sharq Turkistondagi diniy bostirishni xalqaro jamoatning ko'zdan qochirishga urinmoqda. Erkin Osiyo radiosining telefon ziyorati davomida yaqinqi yillardagi chekishdan omon qolgan oz sondagi masjidlarning mutaqoq ekanligi, diniy zotlarning ko'pinchisining yanada qamoqda ekanligi, mana bu ikki amalning rayonda Ramzan ibodatlarini mumkinsizlashtirganligi oshkorlandi. G'o'ljinoyisdan telefonimizni qabul qilgan bir aholilar komiteti mudiri o'zining tarovihning nima ekanligini bilib ketmaydiganligini izohlash bilan birlikda o'zi mas'ul kentda birmi masjid yo'qligini, shunga bu kentda tarovih namozi o'qishdan so'z etishning mumkin emasligini oshkorlagan. Sharq Turkiston Xitoyning tashqi savdosi, jumladan O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan savdo faoliyatlarida bag'ansir muhim rol o'ynamoqda ekan. Qozog'iston taratqullarining atalmish Uyg'ur avtonom rayoning raisi Erkin Tuniyazning so'zlarini naql qilib xabar qilishicha, Qozog'iston bilan Sharq Turkistonning savdo summasi 20 milliard 300 million dollarga yetgan. Bu Xitoy bilan bo'lgan umumiy savdo summasining 64%ni egallaydigan bo'lib, 2023 yilning oldingi yarmida 40%dan ko'proq oshgan. Qozog'iston axborot agentligining 19 martdagi xabarda aytilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining raisi Erkin Tuniyaz va partkom sekretari Ma Shunri oldingi kuni Qozog'iston savdo ministri Arman Satqaliyev bilan Urumchida maxsus suhbatlashgan. Suhbatda ikki taraf o'rtasidagi savdo munosabatini kuchaytirish va Urumchida Qozog'istonning savdo umikini echish muzokara temasi bo'lgan. Xitoyga nazar to'rining 16 mart xabar qilishicha, Xitoy iqtisodining ojizlashishi sababli chet el shirkatlarmi asta-asta chekinib chiqishga boshlagan. Yaqinda Yaponiyaning eng chong choq balon ishlab chiqaruvchi shirkati Berigastono Shinyangdagi zavodining taqalganligini e'lon qilgan bo'lib, minglagan Xitoy ishchi ishsiz qolgan. Bulturdan boshlab Yaponiyaning Canon va Koreyaning Samsung qatorliq dunyoga donliq 10 shirkat Xitoydan chekinib chiqishga boshlagan bo'lib, necha 10 minglagan Xitoy ishchilarining ishsiz qilishiga ta'sir ko'rsatgan. Xabarda ko'rsatilishicha, o'tgan yil Xitoydan ayrilgan dunyoga donliq shirkatlardan Canon shirkatining kamera ishlab chiqarish zavodi, Samsung shirkatining televiziya ishlab chiqarish zavodi, Sony shirkatining kamera ishlab chiqarish liniyasi, Toshiba shirkatining xotir kompyuter ishlab chiqarish liniyasi, Nikon shirkatining kamera zavodi, Amazon shirkatining elektr uskunalari supasi, LinkedIn shirkatining Xitoydagi ijtimoiy aloqa supasi, Amerika Minis guruhining Xitoydagi yumshoq detal etish markazi va Yaponiyaning Astellas dorigarlik guruhining Xitoydagi tadqiqot markazi qatorliqlar ishlab chiqarish zanjirini Tailand, Filippin qatorliq davlatlarga yo'tkagan yoki o'z davlatlariga qaytarib ketgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Xitoyga ziyoratga boradiganligi va Shi Jinping bilan yangi vazifa o'tash muddatining tunji chet el ziyoratida ko'rishadiganligi ko'rsatildi. Diplomatik manbalarda Putinning 5-oyda Xitoyga berib, Shi Jinping bilan ko'rishadiganligi bayon qilingan. Putinning ziyoratining Shining planlagan Yevropa safaridan burun ilib berildiganligi o'tirg'i qo'yildi. 1944 yildagi surgundan keyin Qrim tatarlari irqiy qirg'inchilik natijasida o'z vatanida oz sonliqqa aylandi. Hatto bugungi kundami ular Rossiya doiralaridan o'zini bexatar his qilolmaydi. Uy va masjidlarga hujum qilish, qo'rqitish, turli bostirishlar, ma'muriy jarimona, faoliyatchilarni qo'lga olish va ommaviy diniy xodimlarga hujum qilish, bularning hammasi Qrimda umumlashgan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Kanada hukumatining kelgusida Isroiliyaga qurol setishni to'xtatadiganligini e'lon qildi. Jolie Toronto Cho'lpini gazetining ziyoratini qabul qilganda, garchi Ovam palatasining Falastin masalasiga ma'qullangan harakati cheklash kuchiga ega bo'lmasa-mu, ammo Kanada hukumati bundan keyin Isroiliyaga qurol eksport qilishni to'xtatadi dedi.